Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda MyGo'dan qanday qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Bugungi darsligimiz ham siz uchun juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Buning uchun Google'ga kiramiz. Bu yerga MyGo deb yozamiz. Mana birinchisiga kelib chiqdi va shu birinchisini bosamiz. O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlariga kiramiz. Mana azizlar, o'ng tarafda kirish degan joyga kiramiz. Va naydi orqali kirishni bosamiz. Va mana shunday oyna ochiladi. Bu yerdan mana login yoki parol yodingizdan chiqdimi degan joyi bor. Bu yerdan ro'yxatdan o'tish tugmasi bor. Buni qachon bosamiz? Oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsak, login parolimiz esimizda qolmagan bo'lsa, login yoki parol yodingizdan chiqdimi degan joyini bosib qaytadan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bu yerda foydalanuvchi oldin ro'yxatdan o'tilmagan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosadi. Va mana bu bitishgani bosish kerak. Men foydalanuvchi kelishuv bilan tanishib chiqdim degan joyga bitishga qo'yadi va ro'yxatdan o'tishni bosadi. Ro'yxatdan o'tishni bosgandan keyin mana shunday oyna ochiladi. Bu yerga pasportimizni pinfilni yozamiz, ya'ni 14 talik raqam. Bu yerga pasport seriya va raqami, bu yerga telefon nomerimizni kiritib olamiz. Ma'lumotlarni to'ldirib bo'lgach, SMS yuborish degan joyni bosamiz. Qarang, bu tepaga ushbu foydalanuvchi allaqachon ro'yxatdan o'tgan degan yozuv chiqdi. Biz oldin ro'yxatdan o'tgandik. Demak, endi nima qilish kerak? Mana bu akkauntingiz avval ochilganmi degan joyni bosamiz. Kiring degan joyni bosamiz va bu yerda login parol yodingizdan chiqdimi degan joyini bosamiz. Va mana shunday oyna ochiladi azizlar. Bu yerga 14 talik raqamni yozamiz. Pasportimiz 14 talik raqamini yozib olamiz va bu yerga telefon raqamimizni yozamiz. Ma'lumotlarni kiritib bo'lgach, SMS yuborish degan tugmani bosamiz. Mana azizlar, ana bu yerda 1 minutda o'sha telefonimizga kelgan kodni shu yerga kiritishimiz kerak. Mana azizlar, kodni yozib olgandan keyin qayta tiklashni bosamiz. Va qayta kirish qayta tiklandi. Demak, endi bemalol yopishni bosamiz. Telefonimizga login parol keladi. Mana shu joyiga loginni kirgizamiz. Bu joyiga esa parolni kiritib kirish tugmasini bosamiz.